Madım Rahmatjon. Baraka baraka. Barakami? Barakami? Baraka. Gap yo'q. Menga qara o'g'lim. Har doim nimadir olmoqchi bo'lsang, savdolashib olgin. Xo'p bo'ladi, dadajon. Aka, vazining qancha? 3000 so'm. Har doim nimadir olmoqchi bo'lsang, savdolashib olgin. Aka, teng yarimi 1,5 beraman. Bering. Jinnimisiz aka? Bozor qancha qildi? To'g'risini ayting. Apteka-ku bu. Bering, 1700 beraman aka. Aka mana qurt. Qurt qancha? 1000 so'm. 500 so'm beraman, zo'r narx bo'ldi. Ya jinnimisiz aka? 650 beraman, saniki emas, meniki emas. Yo'q, aka bu magazin-ku, savdolashadigan joy emas-ku. Ber yomon narx qilmadi, bozor unday narx qilmadi. Yo'q, qo'ying nima deyapsiz, bo'lmaydi. Qo'y. Aka 34 ming bo'ldi sizdan mana. 23 ming beraman. Tek. Barakami? Taksi bu. Nima qilib taksi bo'lsa? Ha, programmada narx yozadi aka. Ana 25 ming beraman. Aka programmada 34 ming ko'rsatdi. Ayolini qilma. Bozor qancha qilyapti? Qanchadan olib kelyapti odamlar? Ber barakami? Ha, g'ayb bo'ldi. Pashon bormay qol bo'lmasa. Mana akajon. Qancha bo'ldi? Общий счет 400 ming so'm bo'ldi. 250 ming beraman. Barakami? Yo'q akajon, bizlar bilan Jon baraka. yo'q savdolash shart emas, o'zi bizda narxlar hamyon bor. Ha, ber, irimiga 270 beraman ana. Yo'q, barakami? xijolat qilyapsiz aka. Barakami? Bobur aka, qalin puliga $2000 berasiz ekan, uydagilarim aytishdi. Yo'q. 1000 tekis beraman, rozimisiz? Yomon narx bo'lmadi. Ana sut haqqi hammasini qo'shib 1200 beraman, rozi bo'ling.